Merhaba sayın öğrenciler. Bugün sizinle diller tipolojisi dersinden yeni bir konuya geçeceğiz. Konunun adı Dünya Dilleri Haritasıyla Çalışmak. Salam, hürmetli talebeler. Bugün sizlerden diller tipologiyasi fanidan yangi bir mavzu haqida gaplashamiz. Mavzuning nomi Dünya Dilleri Haritasi bilan ishlash deb ataladi. Plan düzenlemişiz. Yani 3 tane planımız var. Birinci plan dünya dilleri hakkında, ikinci plan ise dünya dilleri haritası ve son 7 harita ve çizgilerle de dünyanın dilleri diye konumlandırdık. Mavzumuzning rejasi 3 tadan iborat. Birinchi rejamiz dunyo tillari haqida, ikkinchi rejamiz dunyo tillari haritasi deb ataladi. Uchinchi rejamiz 7 harita va chizmada dunyoning tillari deb nomlanadi. Ya'ni 7 harita, bu yerda 7 ta qit'ada deb aytib o'tganmiz. Hiçbir kıta konuşulan dil sayısındaki çeşitlilik bakımından eşit değildir. Yani hiçbir kıta gaplaşıladigan til sonidan farqli qiladigan nuqtai nazardan bir xil emas. Asiya istatistikleri 2301 dil ile liderlik ederken Afrika onu 2138 dil ile yakından takip ediyor. Yani burada Asya statistikasına göre 2301 tane til bilan dünyada yetakchi o'rinda turadi. Yani Asya qit'asida 2301 ta til orqali insonlar muloqot qiladi. Afrika esa 2138 til bilan keyingi Osiyodan keyingi pog'onada turadi. Tinch okeani hududidagi orollarda 1300 atrofida va Janubiy va Shimoliy Amerikada 1064 ta til bor. Yani Pasifiklarda 1300 civarı Kuzey ve Güney Amerika'da 1064 dil var. Avrupa bağımlarında çok sayıda ulus devletlere rağmen sadece 286 tane dil ile sıralanmadan yer almıştır. Yani Avrupa kıtası judayam ko'p mamlakatlarni o'z ichiga olganidan faqat 286 ta til bilangina muloqot qilinadi. Bu yerda dunyo til olimlarining xaritasini keltirganmiz. Amerika tillari, Shimoliy Amerika va Janubiy Amerika qit'asidagi aholi muloqot qiladi. Bu Afrika qit'asida Bantu tillari deb nomlangan. Keyin Xomson tillari o'tgan darslarda ham ko'rib o'tdik. Muloqot qilishadi. Keyin Yevropada Hind-Yevropa tillar oilasiga mansub tilda gaplashadigan aholi gaplashadi. So'ng Kavkaz tillari, ya'ni Kavkaz tillar hukumatiga mansub qatlam shu tillarda muloqot qiladi va Ural Altay tillari, ya'ni Altay tillar oilasi va Chin-Tibet tillari, Xitoy-Tibet tillar oilasi va Okeaniya tillari, Avstraliya hududidagi aholi va unga yondosh bo'lgan orollarda joylashgan insonlar bu tillarda muloqot qiladi. Yani bular dünya til oilalarining hududiy jihatdan ko'rinishi. Bunlar esa eng çok konuşulan ana dillerden bazıları. Yani bunlar eng ko'p muloqot qilinadigan asosiy tillardan ba'zi. Dunyoda 7 milyarddan ziyod, yani 7 milyard 200 milyon aholi yashasa, o'sha aholining qanchadir qismi mana shu yerda 12 ta tilda, asosiy 12 ta tilda muloqot qilishni ko'rsatib berilgan.
Arab tilida 467 million aholi, ispan tilida 389 million, italyan tilida 67 million, portugal tilida 193 million, xitoy tilida 1 milliard 39 million xalq o'sha xitoy tilida muloqot qiladi. Nemis tilida 132 million, yapon 120, eng katta xitoy tilidan keyingi o'rinda ingliz tili 127 million inson o'sha ingliz tilida asosiy ona tili sifatida muloqot qilar ekan. Keyin hind urdu tili ham bor ekan, u 588 million aholi o'zi hind urdu tili o'sha xitoy tilidan keyingi o'rinda turgan, ya'ni Hindistondagi aholi, undan so'ng ingliz tili. Rus tili 264 254 million aholi rus tilida muloqot qiladi. Xitoycha va Shimoliy Hindistondan ayni til oilasiga mansub bo'lgan hind-urducha tarafdan kuzatiladigan boshqa butun tillarda asosiy tilga ega hisoblanadi. Ya'ni daha sonra ise 127 milyon ana dilde konuşan ile İngilizce gibi. Yani 127 milyon ahali İngiliz dilinde muloqot qiladi. Arabcha, İspanyolcadan neredeyse 100 milyondan fazla ana dil konuşan tarafından kullanılıyor. Yani bu yerda Arab tili, İspan tilidan muloqot qiluvchilar sonidan 100 millionga ko'proq ekanligini o'tgan xaritada ko'rishimiz mumkin. Bu sayılar çok büyüleyici. Çünkü dünya nüfusunun 2/3'ü sadece 12 ana dili paylaştığı yansıtıyor. Yani bu rakamlar şulayam katta ta'sirga ega. Çünkü dünya xalqining 2/3 qismi faqat 12 ta asosiy tilda bir-biri bilan muloqot qilishini aks ettirib bergan. Bu yıl boyunca yapılan bir araştırmaya yürütmüş, Düsseldorf Üniversitesi'nden Ulrich Ammann tarafından yakın bir zamanda yayınlandı. Yani şu haritaga doir bo'lgan tadqiqotlar, raqamlar Düsseldorf Üniversitesi professori Ulrich Ammann tarafından e'lon qilingan. Şu haritada dünya tillari xaritasi Ulrich Ammann o'rgangan. Bu harita en çok ve en az dil çeşitliliğe sahip olan ülkeleri gösteriyor. Yani bu haritada en ko'p ve en az til farkliligiga ega bo'lgan davlatlarni ko'rsatadi. Yani bu yerda to'q ranglarimiz bu ko'proq farqliliklar kuzatilishini, och ranglarimiz esa kamroq tillarning aralashuvini ko'rsatib beradi. Misol uchun Shimoliy Amerikaning Kanada hududida ko'proq aholi muloqot qiladi har xil tillarda, lekin Amerikaning o'zida unday emas. Yoki Afrikada har xil tilga mansub aholi muloqot qilishini ko'rishimiz mumkin. Birçok popülerlik yüzden fazla ülkede konuşuyor. Yani bir qancha popüler mashhur tillar birdan ortiq mamlakatlarda gaplashiladi. Ingliz tili 101 davlatda muloqot qilinadi. Arab tili 60 ta davlatda, fransuzcha 51 davlat, fransuz tilida 51 ta davlat, Çin tilida 33, İspanca 31, Farsça 29, Almanca 18, Rusça 16, Malayca 13, Portekizce 12. Yani bir yerde Fransız dilida 21, Xitoy tilida 33 ta davlat, İspan tilida 31 ta, Fors tilida 29 ta, Nemis tilida 18 ta, Rus tilida 16 ta, Malayza tilida 13 ta, Portugalchada 12 ta davlatlar asosan shu tillarda muloqot qilishadi. Ancak çoğu dil sadece bir avuç insan tarafından konuşulmaktadır ve dünyadaki dillerin yarısının bu 100 yıl sonunda yok olacak olmasının sebebi budur. Ama ko'pchilik tillar
faqat bir xovuch inson, bir oz insonlar tarafdan gaplashiladi. Yer yuzidagi tillarning yarmidan ko'pi bu yil, bu asrda, bu yuzda oxirlarida yo'q bo'lib ketishining sababi hisoblanadi. Mana shu hududdagi joylashgan aholi vakillarining, kichik aholi qabilalar, o'shalarning tillari vaqt o'tishi bilan mazkur asr oxiriga kelib yo'q bo'lib ketish xavfi mavjud. Qizillar yurganlari xavf kuchliroq, to'q sariqdagilar jiddiy xavfga ega, och sariqdagilar ham xavf mavjudligini ko'rsatadi. Bu chizgiga tun dunyoda dil o'rnini negalar inson bu chizmamiz tun dunyoda til o'rganayotgan insonning qancha ekanligini ko'rsatib beradi. Fransuzcha 82 million, ispanchada 14,5 million, italyancha 8 million, xitoycha 30 million, nemischa 14,5 million, yaponcha 3 million, ingliz tilida esa 1,5 million o'rganuvchi, 1,5 milliard o'rganuvchi hozirgi kunda o'rganmoqda. İngilizce ana dil konuşanlar sayısı olarak geride kalsa da açık aralıklar dünyada en yaygın olarak öğrenilen dildir. Özet olarak İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Almanca ve Çince'nin toplamında daha fazla insan öğreniyor. Yani İngiliz dilini dünyadaki mamlakatlar aholisi o'rganadi. Boshqa tillarga qaraganda Yapon, Xitoy, nemis, fransuz tillariga qaraganda ko'proq ingliz tilini o'rganishga e'tibor kuchli. Ba'zi dillarda son zamanlarda dikkat çekmişler. 1990 ve 2013 yılları arasında Çince öğreten dili Eşitlikler Üniversitesi'nin sayısı dili daha ulaşabilir yaparak %110 artmıştır. Bu sırada Rusça üniversite kurslarının sayısı da %30 artmıştır. Yani bazı tillarni o'rganishga bo'lgan ehtiyoj ham ortib borgan. Misol uchun bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi universitetlar Xitoy tilini o'rganishi 1990 va 2013 yillarga oralig'idagi solishtiruvga ko'ra 110% ga ortgan. So'ng rus tilini o'rganishga ehtiyoj 30% ga degan kamayganligini aytib o'tishgan. Bazı dil yetenekleri diğerlerinde daha karlıdır. MIT bilim insanı Albert Sayes'e göre eğer Almanca konuşabiliyorlarsa Amerikalılar kariyerleri boyunca ekstra $128.000 dolar kazanabilirler. Örneğin Almanca mali açıdan Fransızcanın en az 2 katı, İspanyolcanın neredeyse 3 katı kadar daha değerlidir. Bu yerde bazı til iqtidori jihatdan boshqalarga qaraganda judayam foydali hisoblanadi. Massachusetts innovatsion texnologiyalar universitetining olimi Albert Sayes'ning fikricha, agar nemischa gaplashilsa, Amerikaliklar karyeralari bo'yicha $128.000 topishi mumkin. Misol uchun nemischa fransuzchadan 2 barobar, ispanchadan esa 3 barobar qadrliroq hisoblanadi. Amerika. Burada world language, yani dünya tilleri verilgan davlatlar ajratib o'tilgan. Mana shularga Hind Yevropa tillar oilasiga mansub, Ural, bu turkiy tillar oilasiga mansubligi ko'rsatib o'tilgan. Qozog'iston, O'zbekiston, Qozog'istonning shimoliy hududlarida qozoq tilida, janubiy hududlarda rus tilida muloqot qiluvchilar hammasi ranglarga ko'ra xaritada aks ettirib o'tilgan.